Hop, demak, assalomu alaykum barchaga. Bugungi mavzumiz DNK, ya'ni dezoksiribonukleik kislota. DNK vazifasi organizmdagi belgilarni nasldan naslga o'tkazib berish va o'zida saqlash. Hop, DNK tarkibida 4 xil nukleotid bo'ladi: adenin, guanin, timin, sitozin. Hop, demak, ikki xilga bo'linadi: purin asoslari va pirimidin asoslari. Purin asoslariga adenin va guanin kiradi. Pirimidin asoslariga timin, sitozin, urasil kiradi. Hop, nimaga urasil ham kiradi? Urasil DNK tarkibida bo'lmaydi, urasil RNK tarkibida bo'ladi. U haqida qisqacha keyin gaplashib o'tamiz. Hozir DNK haqida gapirsak, hop, DNK tarkibida adenin har doim o'ziga qarama-qarshi timinni saqlaydi, ya'ni adeninning komplementi timin, guaninning komplementi sitozin hisoblanadi. Hop, adenin bilan timin o'rtasida ikkitadan vodorod bog'i joylashgan, guanin bilan sitozin o'rtasida esa 3 tadan vodorod bog'i joylashgan. Hop, demak, vodorod bog'lar adenin bilan timinni bir-biriga biriktirib turadi, ya'ni birikish uchun xizmat qiladi. Keyin, hop, zanjirni yon tomondan ushlab turish uchun fosfodifer bog'lar bo'ladi. Fosfodifer bog'lar soni DNK nukleotidlar sonidan har doim bittaga kam bo'ladi. Ya'ni, misol uchun biz bu yerda hisoblab ko'rganmiz bitta narsani, DNK soni 600 ta deb olsak, DNK dan bu tomoniga bitta kam, bu tomoniga bitta kam, ya'ni DNK soni ikkitaga kam bo'ladi. 598 ta fosfodifer bog' soni bo'ladi har doim. Hop, endi uglerod atomlari haqida gaplashadigan bo'lsak, uglerod atomlari har bir nukleotid 5 ta burchakli uyda joylashgan bo'ladi. Ya'ni qisqa qilib shunday o'zimizga oson bo'lish uchun uycha deb olamiz. 5 burchakli uychada joylashgan bo'ladi. Har bir burchagida uglerod atomlari joylashgan. Ya'ni bitta nukleotidga 5 tadan uglerod atomi to'g'ri keladi. Xo'p, endi DNK ni biz aytib o'tdik. O'zidagi belgilarni, ya'ni inson organizmidagi belgilarni saqlaydi va nasl-naslga o'tkazadi. Bu jarayon haqida gaplashamiz. Demak, DNK mana shu shaklda, ya'ni adenin, timin, guanin, sitozin, timin, adenin, sitozin, guanin. Xo'p, endi DNK hech qanday vazifa bajarmaydi deb oladigan bo'lsak, faqatgina u nusxa bo'ladi, ya'ni asl nusxa bo'ladi. Undan nusxa olinib keyin oqsil sintezlanadi. Ya'ni DNK dan nusxa oladigan bo'lsak, RNK hosil bo'ladi. Ya'ni DNK dan RNK sintezi. Timindan adenin sintezlanadi, teskarisi ham. Timindan adenin, sitozindan guanin, adenindan timin sintezlanishi kerak, lekin DNK tarkibida timin bo'lmaganligi uchun urasil sintezlanadi. Xo'p, guanindan esa sitozin sintezlanadi. Endi har bir RNK dan aminokislotalar, ya'ni oqsillar sintezlanadi. Bitta aminokislota tarkibida 3 tagacha nukleotid bo'ladi. Xo'p, misol uchun mana shu 3 ta nukleotiddan bitta oqsil, ya'ni aminokislota sintezlanishimiz mumkin. Xo'p, keling endi masalalar ishlash uchun bizga oson bo'lgan DNK chizig'idan foydalanamiz, ya'ni bu chiziqda. Xo'p, bu yerdagi sonlarni biz taqriban olganmiz, ya'ni DNK dan 600 ta nukleotid bor deb olsak, DNK da RNK soni DNK sonidan har doim 2 barobar kam bo'ladi. Ya'ni RNK 300 ta bo'ladi. Endi oqsilni hisoblaydigan bo'lsak, oqsil RNK sonidan 3 barobar kam bo'ladi. Biz aytdik-ku, 3 tani bitta qilib oqsil sintezlash mumkin dedik. Shuni hisobiga RNK dan 3 barobar kam, DNK dan 6 barobarga kam bo'ladi. Xo'p, endi bizda peptid bog'lar bor. Peptid bog' nima desak, oqsil hosil bo'lish uchun bir-biri bilan birikkan aminokislotalar o'rtasidagi bog', ya'ni peptid bog'. Agar oqsil tarkibida 100 ta aminokislota bo'ladigan bo'lsa, peptid bog'lar soni 99 ta bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda Da yozilgan. Bu Dalton degani. Dalton og'irlik. Bizda DNK ning og'irligi so'rash mumkin Daltonda. Biz shuni nima qilamiz? Oqsillar sonini 120 ga ko'paytiramiz. 120 bu umumiy, ya'ni doimiy son. 120 Dalton. Daltonning birligi. Xo'p, ko'paytirsak 12000 Dalton bo'ladi. Uzunligi 0.34 nanometr, ya'ni bitta nukleotid 0.34 nanometr deb hisoblanadi. Bu ham umumiy, ya'ni doimiy son, birlik. Biz RNK sonini 0.34 ga ko'paytiramiz.
Endi savol tug'ilishi mumkin, nima uchun DNK sonini ko'paytirmaymiz, RNK sonini ko'paytiramiz desak, biz misol uchun uzunlik o'lchayapmiz-ku. Uzunlik o'lchaganimizda bizga bitta zanjir, ikkita zanjir hisoblamaymiz-ku. Bitta zanjir hisoblaymiz faqatgina. Shunda uzunligi kelib chiqadi. Shuning uchun RNK sonini 300 ni ko'paytiramiz 0.34 ga. Bizda bu yerga kelib chiqadi 1.2 nanometr. Xo'p, demak, bugungi DNK mavzusi haqida qisqacha tushunchamiz shu. Xayr, sog' bo'ling.